Xonimlar va janoblar, muhabbatdan muhabbat bo'ldi paydo, muhabbatsiz kishidan qoch huvaydo deydilar. Bugun sevgi oqshomida eng chiroyli yorqin xotiralar bilan yodda qolmoqdasiz. Islomxon, do'stim, yana bir bora go'zal kun muborak bo'lsin. Bugun sizlar uchun yor-yorlar kuylamoqda. Bugun sizlar uchun go'zal onlar taqdim etilmoqda. Shahroxon, bilasiz, bu oila respublikamizda yuksalishiga, taraqqiyotiga, islom dunyosiga xizmat qilayotgan oilalardan biri. Biz o'ylaymizki, bir yildan so'ng ushbu oilada yana shirin chaqaloq dunyoga kelsin va hamma Alimovlar oilasida yana bir quvonchli kun sodir bo'ldi. Otlar tuyog'ida ezilmas maysa, Islomxon. Otlar tuyog'ida ezilmas maysa, maysa quvonarkan, otlar ko'paysa. Quvonarkan maysadek muloyim, elim elni er qilguvchi zotlar ko'paysa. Rahmatli Islomxon Alimov Muftiy hazratlarini ruhlari shod bo'lsin. Mana shunday bir islom dunyosiga xizmat qiladigan nevaralar dunyoga kelsin. Biz quvonaylik, yaxshi insonlar, yurtimizda yana ziyoli insonlar yurt jamolini, yurt istiqlolini, rivojini yuksaltirishga xizmat qiladi deb. Demak,